Koreyada jaraq pul ishlash. Bahor kelishi bilan O'zbekistonda daraxtlar gullasa, Koreyada daraxtlar pullaydi. Bankomatlarda oldiga borib boshingizni yo qoshingizni qashlab qo'ysangiz ham pul chiqarib beradi. Oshxonalarga kirib shunchaki ovqatlanganingizdan keyin salfetkani o'rniga pulfetkani olib ishlataverasiz. Agar ichib qo'ysangiz shunaqa pullik ayron hamma yerda qilasiz vayron. Dashi ko'chalarda Человек-pavuk fiting qilib quruq ipini emas, qurug'idan chiqarib beradi. Shatta qo'lidagini olib xolasangiz olasiz mamdaqa pul paypoq yoki bo'lmasam O'zbek akani oldiga borib yeysiz mamdaqa pul qaymoq. U ham yoqmasa yeysiz shamataloq. Uni qo'ying, bozorda o'rtasida ana apparatdan ora-orada pul yog'ib turadi. To'zib ketmaslik uchun ana kampirga o'xshab odamlar supurib yuradi. Agar rosa puli ko'payib ketsa, ana odamga o'xshab chiqib o'tiradi. Puldan to'yib qayerga ishlatishni bilmay shopping qilgani chiqsangiz, razmerda o'rniga pul yopishtirib qo'yadi. Joningizdan to'ygan bo'lsangiz, o'zingizni osishingiz uchun arqon emas, mamdaqa Dubaydan keltirilgan tilla zanjirlarni tekinga ko'chaga qo'yib qo'yishadi. Osib o'ldirishga duxingiz yetmay, o'zingizni chekib o'ldirmoqchi bo'lsangiz, chekkan odamga pul berib shtraf qiladi. O'zimizda rasmga tushish palon pul tursa, bu yerda rasmga tushib berganingizga sizga pul beradi. Mana nimaga karis aydinlar boyib ketadi. Eng asosiysi, kim pul zavodida ishlaydi deb e'lonlar berib qo'yadi. Pulni changiga allergiyasi bor karislar ko'pchiligi ishdan bosh tortganligi sababli chet elliklarni ishga qabul qiladi. Xullas, pulni changidan oyog'im kir bo'lib ketdi deb vlajni salfetkada artamanmi desam, ichidan vlajni emas, qurug'idan chiqib ketsa bo'ladimi? Sog' bo'lasizlar, Koreyaga kelaverasizlar.